onasini emsin, Real ham zo'r o'ynayapti. Kecha 4-1 yutib qo'ydi va biz bilan o'rtadagi farqni 1 ochkoga qisqartirib qo'ydi. Endi Barselona bugun Sevilla bilan o'yinda g'alaba qozonishga majbur. Chunki orqadan Real kelyapti, onasini emsin. Realchilar olishni boshlaydi, qoch Real kelyapti va bu uchrashuvda Sevilla bilan bo'ladigan uchrashuvda Telegram kanalida ko'rsanglar bo'ladi. Kanal silkasi profil ustiga bosasizlar, ikkita silka chiqadi, bittasi o'zimniki, ikkitasidagi Barsa Sevillaga bosganinglarda onlayn o'yinni ko'rsanglar bo'ladi. Va bugun Barselona yutmasa bo'lmaydi, chunki Sevilla ham jiddiy raqib. Biz o'tgan turda o'sha Sevillani uyda 4-1 hisobda mag'lub bo'lib kelganmiz. Qaranglar, Barselona o'zi bu oyda faqat revansh kayfiyatida maydonga tushyapti. Sevilla navbatdagi revansh kayfiyati, chunki Sevilla aytganimda 4-1 ga yutqazamiz. Sevillaga onasini emsin. Bugun yutishimiz kerak. Camp Nou'da biz hali yutqazmadik. Yangi Camp Nou qurilgandan beri umuman yutqazmayapmiz. Hattoki durang ham bo'lmayapti. Faqat g'alaba ketyapti. Shuning uchun endi Barselona xudo xolasa bugun Sevillani yorib tashlash kerak, chunki birinchi o'rinda ham saqlab qolish kerak edi o'zi. O'zi bo'ldi, turlar oxirlayapti, La Ligada kurash avjida. Shuna qilib, qarochi Barselona yutish kerak.